Assalomu alaykum. Bugun hamma eshitish shart emas podkastini olish uchun ajoyib bir inson, zo'r aktyor Sodiq akani dala hovlilariga keldik. Biz studiyaga taklif qilgan edik, lekin ochiq havoda, anaqa basselada cho'milib suhbatlashganga nima yetsin dedilar. Shuning uchun mana dala hovliga keldik. Hozir suhbatni boshlaymiz. Nima gap? Ortiq aka, o'zingiz Olmat bilasanmi? Ha, o'sha. Nima? Olmat akam? Voy dod, Olmat aka, joying jannatda bo'lsin. Yo'lga qarang. Olmat akam o'ldilarmi? Axiri yetib keldik axiri. Sodiq akamni dala hovlilariga kelib podkast olmoqchi edik. Ovora qilganim. O'rtoqlar mana Bu men uchun Fransiska. hamma ish shart emas podkastimizni to'ppa-to'g'ri Amerikadan akamizni chaqirib turdik. Sodiq akamiz. O'rgilay hammaga xush kelibsizlar. Hozir mana yozib o'raylik, 45larni ana qilib Men bosh kiyim kiyaman, odam bosh. kelishdi. Yaxshi, aka, amerikaliklarga o'xshab turibsiz. Amerikalikga o'xshab turibsiz. Qo'lni yaxshi. Mening bilan ustoz. 9-avgust deysan. 5ta Siz yurayapti, deyman. Boraman. Choy bo'lish kerak. Aslida choyni ham bosib o'ring. Buni Sodiq akammi? Ha, o'shani tomog'idan bor. Ovorani qilib olib. Balo bo'lib ketdilar-yu. Tamam. Aka keling. Sen kam bo'lmaysan deb turibdi. Hamma narsani cho'rish mumkin o'rtoqlar, lekin Ovqat tanovulini cho'zib bo'lmaydi. ovqatni cho'zib bo'lmaydi. Yordam rahmat yetardilar. O'rtoqlar pishgan ovqatni umr qisqa dedilar. Beshik. Biz bu yerda suhbatni boshlasak, akam choyxona palovni boshlab yuboribdilar. Osh harakatini boshlab yubordilar. Nima osh qilyapsiz, aka, hozir? Choyxona osh. Oxir bo'ladi. Pishgandan keyin 8 kilo olishi 30 to'g'ri ko'rmadi. Yo'q qilish. O'shaga 50 dollarga rakit qildi. Xizmatga emas, mehmonga Toshkent og'aylari bilan borib. Endi nima? Soat Xoliqov o'g'li Mirzohibga bor. Nozimli adam. Jo'ttaga bo'y, qo'lini shunday qo'ysa, u odam aslida o'yinga tushib ketadi. Shikovatchini. Lekin anaqa eshitganmidi, Jamshid? Ma'lum qilib ichsam bo'ladimi ustoz? Buni qarang. Choyxona palov. Vaqtiga boshlamaysiz osh. Mangami bu qosh? Anaqa.